4-mikrorayon Baba Futuroparasida joylashgan mana shu Novostroyka domimizdan kvartira sotuvga qo'yildi. 5 qavatli Novostroykamizning 4-qavatida joylashgan kvartiramiz 76 metr kvadrat maydonni o'z ichiga oladi. Eshidan kirganda mana bu yerda prixoshka mebellari bor, oyoq kiyim qo'yish uchun alohida podstavkalargacha hammasi o'z o'rnida qolar ekan. Demak, bu oshxonamizda alohida konditsioner o'rnatib qo'yishgan, aqlli gaz konditsioner o'rnatilgan hamda uyimiz isitish tizimidan muammo yo'q. Mebellarni ham ko'rib turibsiz, hammasi texnikalarigacha qoldirib chiqib ketishar ekan. Deyarli hamma narsa o'z o'rnida qolar ekan. Uyimiz umumiy sanuzli esa mana bu yerda sharoitlari juda ham zo'r, kenggina ekan. Menga sanuzli juda ham yoqdi. Sanuzlimiz yonida esa kladovkamiz bor ekan. Bu yerga suv yomkislarigacha o'rnatib qo'yishibdi. Umuman olganda suvdan muammo yo'q, qo'shimchasiga yomkislarigacha mavjud ekan. Bu esa bolalar uchun mo'ljallangan xona. Uyimiz o'zi aslida 2 xonali, lekin 3 xonali qilib qo'yilgan ekan. Endi esa eng katta xonamizga o'tamiz. Bu kenggina mehmonxona. Stenka mebellar deysiz, bu tomonda yumshoq mebellarimi, hamma narsasi bor. Kattakon televizorlari va mana bu yerda konditsionerlargacha o'rnatib qo'yishibdi. Uyimizda so'nggi ko'radigan qismimiz o'zini shkafi hamda karavotga ega bo'lgan kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona hisoblanadi. Kvartiramiz kommunal tarmoqlardan muammo yo'q, tinch joyda joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsak, 48 ming dollar, yana ozginagina barakasiga o'tib berishadi. Degan telefon nomeri videoni pastda aloqa qilsangiz bo'ladi.